Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hammaga salom. Men serialdagi Murod. Men serialdagi Shabnam. Bo'lmasa kelin qilmaydilar sen. Uf, bor, kish. Men senga pashsha emasman, kish-kishsa uchib ketadigan. Bundoq chiroyli gapirsang bo'lmaydimi? Yaxshi boring deb. Jonim, yaxshi boring. Zahar, ilon. Hozir biz 3 ta savol beramiz. Shu savolga javob beramiz. Birinchi savol. Partnyoringizdagi eng qadrlaydigan narsangiz nima? Первое – это доброта. Ценит доброту. Второе – заботу. Он никогда не позволяет ни мне, ни другим девушкам поднимать тяжелое. Он сразу это берет. Это очень хорошее качество вообще в целом в мужчине. Юмор. С ним вообще невозможно погрустить. Kutgandim. Men partnyorimda, xo'p, o'zini dunyosi bor. O'zini dunyoqarashi bor. Hech kimga bo'ysunmaydi, hech kimga quloq solmaydi. Men kerak bo'lsa hayotda nimadirlarni undan o'rganaman. Ikkinchi savol, serialdagi Shabnam hayotdagi Sitora bilan o'xshashmi? Так, вообще есть схожесть с моей сериальной героиней Шабнам. Это, наверное, спокойствие. Но ikkinchi tomoni ham bor. Я не всегда спокойна. У меня есть свое мнение. Hamma narsaga ham jim o'tirmayman. Murod Timurdan nimadir olganman. Hamma narsani. Yo'q, hamma narsa emas. Murod Timurdan faqat pozitiv olgan. Men hayotda oddiy narsaga ham yig'laydigan odamman. Lekin ko'z yoshimni hech kim ko'rsatmayman, hech kim ko'rmaydi, faqat kulib yashayman. Chunki qaranglar, yig'lashga har doim sabab bor, lekin kulishga kuldiradigan odam kam. Shuning uchun kulib yashaylar. Uchinchi savol. Xo'p, partnyoringizni o'zgartirish imkoniyati bo'lganda o'zgartirarmidingiz? Мне как, правду или соврать? Pravdu, давай pravdu. Boshida men bilan yo'q deganman, chiqmayman deganman. Hozir umuman o'zgartirmasdim. Rahmat. Жить без него я сейчас я не могу. Искренне chiqdi deb umid qilamiz. Xo'p, men yo'q, o'zgartirmagan bo'lardim. Menga taklif berishmagan. Xursand bo'lganman. Nimagaki, qaranglar, ikkita joyda pojar bo'lib turganda, ikki joyga ham qarashga qiynaladi odam. Bir joyda pojar, bir joyda sokinlik bo'lganda tanlash huquqi bor. Bizda o'sha kontrast как раз таки bor. Bu spokойно, o'zini bosib olgan, har bir gapini o'ylab gapiradi. Menda esa boshqacha. Murod birinchi gapiradi, keyin o'ylaydi. Bu unaqama kontrol naborot. Tomoshabinlarga juda qiziq bo'ladi bu juftlik deb o'ylaganman va uddalayapmiz degan umiddaman. И как вышло? Мне кажется, нормально, душевно так. Прикольно, да?